Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlardan iltimos, kanalimizga obuna bo'lib, yana qo'ng'iroqcha belgisini bosib qo'yishni ham unutmang. Chunki oldinda sizlarni bir-biridan qiziqarli, ehtirosli, hayotiy voqealar soni kutmoqda. Quyidagi hayotiy hikoyamiz bir kelinchakning hayotidan olingan. Aytgancha, hikoyamiz qahramonlarining ism-shariflari ba'zi bir sabablarga ko'ra o'zgartirilgan. Marhamat. Maktabni bitirish arafasida bo'yim yetib qolgach, hamma qizlar qatori oppoq kelin ko'ylak kiyishni juda ham orzu qilardim. Dugonalarim bilan mahallamizdagi kelin to'ylarga qoldirmay borib, kelinning zarbolari-yu, kiygan kelin ko'ylagidan tortib soch turmagi, makiyajgacha muhokama qilardik. Menda ham shunaqasi bo'ladi yoki bunaqasini men oldirmayman deya o'zimizga xulosa chiqarardik. Uyimizga sovchilar kela boshlaganida esa men allaqachon o'z xayollarim og'ushida ko'milib yuradigan bo'lgandim. Bo'lajak to'yim haqida, kelinlik uyim haqida, turmush o'rtog'im bilan kechiradigan shirin turmushim haqida soatlab xayol surardim. Men dunyodagi eng baxtli umr yo'ldoshi bo'laman deya ishonardim. Bir oiladan kelgan sovchilar uyimizdagilarga ma'qul kelgandek bo'ldi. Yigit 3-4 marta Rossiyaga borib ishlab kelgan bo'lib, o'zi uylarni ta'mirlagan, o'ziga yengil mashina ham sotib olgan ekan. Hozirda o'zini to'yiga pul yig'ib, o'zi uylanayotgan ekan. Yigitning hayotni ko'rganligi, mustaqilligi, toparmon-tutarmonligi ota-onamga ma'qul kelgandi. Bunday yigitga meni uzatishsa, meni qiynalmaydi deya qaror chiqarishgandi. Yigitni rasmini ko'rsatishdi. Yigit o'sha Rossiyada suratga tushgan bo'lib, juda ham po'rim kiyinib olgandi. O'zi bo'lsa kelishgan yigit ekan. U bilan telefonda gaplashib ham ko'rdik. Aqlli, bosiq yigitligi sezilib turardi. Xullas, men to'yga rozilik berdim. Sovchilar kelib, to'y kunini ham belgilashdi. Oradan 2 oy o'tib, yigit Rossiyadan qaytib kelgach, bizni to'yimiz ham bo'lib o'tdi. Shundan keyin men entikib kutgan kelinlik davrim ham boshlandi. Men haqiqatdan da juda ham baxtli edim. Qaynona, qaynotam ham yaxshi insonlar edi. Erim bo'lsa meni ko'nglimni qanday qilib topishni juda ham yaxshi bilardi. Uyimizda yana bir qaynukam va qaynosinglim ham biz bilan birga yashardilar. Qaynosinglim maktabda o'qir, u bilan tezda til topishib ketdik. Lekin qaynukam bilan hech ochilib gaplashib ketolmadim. Uning qarashlari, o'zini tutishlari qandaydir g'alatiroq edi. U ko'chadan beri kelmas, doim oilasiga muammo olib kelardi. Hali qarasangiz kim bilandir mushtlashgan, hali qarasangiz kimnidir uydan nimanidir olib chiqib ketgan. Akasining u bilan yotig'i bilan gaplashishi ham, qattiq qo'llik qilib tanobini tortib qo'yishi ham aslo ko'r qilmasdi. 1-2 kun yaxshi yurib, yana o'zini bezorilik hayotiga qaytardi. Bu orada men homilador ham bo'ldim. Erim bundan juda ham quvondi. Oradan 9 oy o'tib o'g'il farzandlik ham bo'ldim. Hamma xursand edi. Erimning birinchi farzandi yana o'g'il. Qaynona qaynotamning birinchi nabirasi. Kattagina qilib beshik to'yini ham qildik. O'g'lim 3 oylik bo'lganida erim ko'p xayol suradigan bo'lib qoldi. Buni sababini so'raganimda, u pul ishlab topishi kerakligini, yaqinda endi ukasini uylantirishi kerakligini, o'zimizga ham uy-joy qilib chiqishimiz lozimligini aytdi. Gaplari bir tomondan to'g'ri edi, ammo buning uchun yana Rossiyaga ketishi kerakligini o'ylab kayfiyatim tushib ketgandi. Xullas, erim Rossiyaga otlandi. Menga 1 yilga qolmay kelaman deya ishontirdi. Erim ketadigan kuni yig'lay erimni kuzatdim. Shundan keyin kunlarim avvalgidek kecha boshladi. Ertalab tur, nonushta tayyorla, uy ishlarini qil, yig'ishtir, shupir, sitir, ovqat tayyorla, kir yuv. Bir pasda qarasangiz kun ham kech bo'lardi. Faqat farq qiladigani birdan bir tomoni, kechasi endi bir o'zim kichkina o'g'lim bilan uxlardim. Erim ketganiga 3 oy bo'lganida erim uyga pul jo'natishni boshladi. U kishi bilan telefon orqali gaplashib turardik. Bu orada qaynukam akasi yo'qligidan tamoman o'zidan ketib qolgandi. Ko'pincha kechalari hamma uxlaganda chiqib ketar. Buni bilib qolgan qaynonam urush janjal chiqmasin deya qaynotamdan buni yashirardi. O'shangami qaynukam o'zini bemalol his qilib qolgandi. Yig'lab siqtagan qaynonamning gaplarini bu qulog'i bilan eshitib unisidan chiqarib yuborardi. Bir kuni odatdagidek ertalab turib uy ishlari bilan band bo'lib yurgandim. Qaynonam uy ichida, meni beshikdagi o'g'lim bilan edilar. Qaynotam bo'lsa bir marakaga saharlabdan chiqib ketgandilar. Hovlini suprayotib, kimnidir menga qadalgan nigohini ichki bir sezgi bilan tuydim. Boshimni ko'tarib qarasam, ayvonda qaynukam tik turganicha mendan ko'zini uzmasdi. Beixtiyor yoqamga ko'z tashladim. Shunda egilib suprayotganimda siynalarim ko'rinayotganini payqadim. Qaynukam bezdek bo'lib shunga qarab turgan ekan. Ham g'ijinib, ham uyalib qo'limdagi supurgini tashlab qaynonamning oldiga kirib ketdim. Bir pas o'tib, qaynukam xuddi hech narsa bo'lmagandek kirib kelib menga qaradi. "Kinoyi, menga choy tayyorlab bering" dedi bamayli xotir.
O'sha kundan boshlab qaynukamdan o'zimni tortib yuradigan bo'ldim. Bir kuni tunda uxlab yotganimda kimnidir mening sonlarimni paypaslayotganini his qildim. Ajablanarlisi, buni tushim yo o'ngim ekanligini tushuna olmasdim. Xayolimda nuqul erim kelibdi-da degan o'yni qaytarardim. Bir mahal cho'chib uyg'onib ketdim. Ne ko'z bilan ko'rayki, qaynukam meni yonimga o'tirib olgancha meni tanamni silab siypalardi. Uni ko'rib jonim chiqib ketdi. Otilib turib uni yuziga 3-4 marotaba shapaloq tortib yubordim. Yo'qol bu yerdan yuzsiz, basharang qursin iflos deya haqorat qilarkanman, dimog'imga guppillab aroqni hidi urildi. Qaynukam bo'lsa tirjayganicha o'rnidan turib chayqala eshik tomon yurdi. U chiqib ketgach, men anchagacha o'zimga kela olmay qaltiragan ko'yi ko'rpani quchoqlab o'tirdim. Bilmayman, qanchadan keyin o'g'lim uyg'onib tamshanib yig'lay boshlaganidagina o'zimga kelibman. Tong o'tguncha mijja qoqmadim. Qaynukamni endi nima qilishni o'ylardim. Uni bu tuban qilig'ini erimga aytsam menga ishonmasligi tayin edi. Qaynona qaynotamni oldida yana meni yomon bo'lib qolishim ham turgan gap edi. Dardimni ichimga yutdim. Uni bu qilig'ini maslikda yo'yib, o'zini bilmay qildi deya o'zimni ishontirdim. 2-3 kun shu alpozda uyqumda halovat bo'lmay solnatda tif etsa sapchib turib kechasi bilan jinniga o'xshab mijja qoqmay chiqdim. Aksiga olib xonamning eshigi ichkaridan quflanmasdi. Hozir quflanadigan qilish haqida og'iz ochsam, qaynona qaynotam bundan hayron bo'lishlari aniq. Yana hammasini ichimga yutdim. 3-4 kun tunlari uxlamay chiqqanim uchun shunaqangi charchab qolgandimki, hatto ko'z taglarim ham sal ko'karib boshlagandi. 5-kuni charchoq o'z hukmini o'tkazib qattiq uxlab qolibman. Bir mahal qarasam, ko'zlari bejo qaynukam ko'ylagimni ko'tarib ustimga chiqib olganicha uni ustimdan itarib yubormoqchi bo'lgandim, qani kuchim yetsa. Nazarimda menga kanadek yopishib olgandi. Nafasim qaytib dod deb baqira boshladim. Shunda u yuzimga 2-3 marotaba shapaloq tortib yuborib, barkashdek qo'li bilan og'zimni yopdi. Og'zidan tupuk sachratib, ko'zlari olayganicha ovozingni o'chir manjalaqi deya vishilladi. Bir mahal meni dodimni eshitgan shekilli eshikni ochib, qaynonam bilan qaynotam otilib kirishdi. Meni bo'lsa ko'ylaklarim ko'tarilgan bir ahvolda, ustimda qaynukam edi. Qaynotam kirgani hamonoq chap ko'ksini ushlaganicha devorga behol suyanib qoldi. Qaynonam bo'lsa dod deya baqirib qaynotamga yopishdi. Bu vaqtda qaynukam o'zini eshikka urgandi. Men o'rnimdan apil-tapil turarkanman, shovqin surondan cho'chib uyg'ongan beshikdagi bolam chirillab yig'lay boshlagandi. Bolamni oldiga otilganimni bilaman. Bu vaqtda qaynonam bolani harom qilma buzuqi deganicha menga o'shqirdi. Qaynonamning bu gapidan xuddi tok urgandek xonani o'rtasida serrayib turib qoldim. Uyimizdagi baqir-chaqirni eshitib qo'shnilar ham hovliqib chiqishdi. Qaynonamning o'kirib yig'lab meni la'natlayotgan gaplaridan qo'shnilar ham hamma gapni tushunib olishdi. Xullas bir zumda mahallaga men haqimda qaynukasi bilan to'shakda tutib olishibdi degan gap tarqalib ketdi. Hamma hayratdan yoqasini ushlagandi. Men ortiq uyda qola olmasdim ham endi. Ertalab 1-2 narsalarimni, o'g'limni olib ota uyimga qaytib keldim. Ota-onamga yig'lay hamma bo'lgan ishlarni aytib berdim. Ota-onam menga ishonishdi, ammo el orasida men haqimda juda yomon gaplar tarqalib ketgandi. Odamlarga haqiqatni ochish uchun rosa harakat qildim, ammo odamlarning nazarida men shunchaki o'z aybini yopib, o'zini oqlayotgan buzuqdek ko'rindim xolos. Hatto erim ham menga ishonmadi. U agar diling pok bo'lganida birinchi safargisidayoq menga yoki onamga ukam haqida aytgan bo'larding. Yashiribsanki, demak o'zing shuni xohlagansan. Sen bilan boshqa birga yashashni istamayman deb aytdi telefonda. O'sha aroqxo'r narkoman ukasini to'qigan safsatasiga ishondi. Nima emish, men o'zim uni bahona qilib aldab xonamga chaqirgan emishman. Aybsiz aybdor bo'lib qoldim. Ko'chaga chiqqulik holim ham yo'q. Hamma meni qo'lini bigiz qilib ko'rsatadi. Bu sharmandalikka qandoq chidab yashay endi? Yashashga da ishtiyoqim qolmadi. O'zimni qanday oqlashni bilmayman.